Dunyoviy ensiklopediya olim Mahmud Kashg'ariyning Turk tillar divani nomli buyuk asari 11-asrdagi Uyg'ur madaniyatining parlaq namoyandasi, shundaqla Jungo va O'rta Osiyo xalqlarining bebaho madaniyat mirosi. Partiya hukumat organlarining g'amxo'rlik qilishi bilan Xinjiang xalq nashriyoti yaqinda Turk tillar divanining mukammal nusxasini ilg'or bosim texnikasi bilan sifatli nashr qilib taqatdi. Bugungi programmamizda biz dalmush shahan asar ustida muhokama etamiz. Söhbetimizge 3 aziz mehmonini taklif qildik. Xinjiang Universitetining professori, Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik maslahatchi ishxonasining mudiri, tilshunos Arslon Abdulla Tahir apandi. Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining pishqadan tadqiqotchisi, Turk tillar divanini nashriga tayyorlovchilarning biri Sabit Ro'zi aga. Xinjiang xalq nashriyotining kandidat oliy muharriri, Buloq jurnalining muavin bosh muharriri Muhammad Turdi Mirzahmat apandi. Bu asarning kimishdan usti tadqiq qilinishining o'zi bu asarning ilmi va uning madaniy qiymatini belgilash kerak. Shu nusxaning tepilishi 1914-yili bo'lgan. Hammamizga ma'lum hamda shu Turk tillar divani nomli bu shohona asar xili uzun yillardan boshlab har qaysi davlatlarda, shunaqla rayonimizda izchil tadqiq qilinyapti. Bu asarning kimishdan izchil tadqiq qilinishining o'zi bu asarning ilmi va uning madaniy qiymatini belgilash kerak. Shunaqa bo'lganda oldi bilan biz shu Turk tillar divanining dunyoda tepilishi va tadqiq qilish jarayonidan o'qirman do'stlarni qisqacha bir tunishga ega qilib o'tsak, Arslan mana mushaqda bir bildiganlaringizni bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Endi bu divanligi Turkninki qachon yezib tamomlanganligi haqida dünyada alimlar arasında her xil ko'z qarashlar bor. Endi bu Türkiyelik dangliq olim Rishad Ganch apandininki tadqiqotiga asoslangan vaqtida divanligi Türk 1072-yili 1-oyda yezishga boshlanib 1074-yili 2-oyda tamomlanib ekan. Endi hozir shu Türkiye'nin İstanbul şehrideki devletlik milli kütüphanada saklanayotgan divanligi Türk'ninki kol yazma nusxası bu Mahmud Kashg'ariyning qo'lidan chiqqan asl nusxa emas. Bu nusxa shu divanligi Türk maydon kelib taxminan 200 yil o'tgandan keyin İran'ninki Sava degan yerda tug'ilib, keyin shu Suriyaninki Sham degan yerga berib o'ltiraqlashib qolgan Muhammed Abul Fatih degan xattat ko'chirgan nusxa ekan. Mushuningdan yana taxminan 100 yil o'tgandan keyin Damashqlik ham olim Muhammad bin Ahmad Xatibi degan odamni shu kitobni qo'l yozmasini qo'lga tushiribdi ekan. Endi shu davrdagi yashagan olimlardan, masalan 15-asrda o'tgan Misrlik tarixshunos Badriddin Ayni degan odam, uningdan keyin Shahobiddin Ahmad degan mushunaq olimlarningki qoldirgan xotirlarga asoslangan vaqtida divanligi Turkninki boshqa nusxalarimi bo'lgan ekan. Endi hozir saqlanayotgan shu nusxaninki tepilishi bu 1914-yili bo'lgan. Ya'ni endi shu vaqtida shu Osman imperiyasi davrida Maliye naziri bo'lgan Nazif Pasha degan kishininki bir tuquni ekan, ayol kishi. Bu ehtimol shu Nazif Pashaninki qo'lida bir mezgil saqlanib, keyin shu tuqunning qo'liga o'tgan. Bu ayol keyin shu turmushdagi muhtojlik tufaylidan shu divanligi Turkni İstanbuldagi kitobfurush Burhan apandininki kitobxonasiga setib qo'yishga havola qilib qo'ygan ekan. Endi shu vaqtida shu İstanbulda iki nayetli dangliq bir olim ham shu qadim asarlarni yig'ib saqlovchi Ali Amir apandi deydigan apandi bo'lib, bu odam shu kitobxonaga davomli yangi kitoblar bormi yo'q deb bor ekan. Bir kun shundoq berib, bu kitobfurushdan so'raydi ekan Burhan apandidan, yangi kitob bormi degan-ki, u odam "Voy ba, ana shundoq bir kitob ekan" deb bu divanligi Turkni bu Ali Amir apandining oldiga chiqqan. Chiqqandan keyin bu apandim bu kitobni shundoq o'qib, ichidan qattiq suyunib hayajonlandı ekan.
Şunun bilen derhal bu kitapның bağısını soruğandan keyin Burhan Efendi 30 lira degandan keyin bu adam içinde hem de şu kitapni hazırlı elib algısı var. Lekin yanında bunun yeterlik pulu bo'lmagandan keyin 15 liraga bersen qandaq degandan keyin 15 liraga berolmayman. Agar berish to'g'ri kelsa, men oldi bilan shu kitapning egisini so'rashim kerak deydi ekan. Amaliyotda bu Ali Emir Efendininki bu kitapni 30 liraga algısı var. Lekin yanchig'ida faqat 15 lira pul var. Endi uyiga berib pulni akab, undan keyin kitapni setib olay desa, bu ketgandan keyin boshqa odam kelib shu kitapni olib ketib qolarmikan deb bundan ansirab, titildab turgan vaqtida bu odamniki shu oliy maktabda o'qituvchilik qilayotgan Faik Rishad deydigan bir ağinisi şu kitapxonaning oldidan o'tib qoldi ekan. Shu bilan darhol talog'i chiqib, bu ağinisini chaqirib, "Menga darhol pul berib tur, ariyat berib tur." Degandik, "Voy, bu sana o'xshash odam qanday pulga ehtiyoj bo'lib qolding?" degandik, "Mana bir kitap ber, men uchun setib olmoqchi." degandik, o odam yanchig'ini aqtirib 10 lira pulni berdi ekan. Shu bilan o'zidagi 15 lira, ağinisini olgan 10 lira bilan jami 25 lira, lekin kitapni endi setib ololmaydi. Şundaq ahvolda bu Ali Emir Efendi, Burhan Efendi yeni kitap buruşqa 25 lirani tutkuzub, ağinisini öyge berib, qalgan pulni to'liqlab kelishga avatidi. Shu bilan bu kishi berib pulni akagandan keyin 30 liraga bular bu kitapni setib oldi. Bu kitapni olgandan keyin bu odam nayt so'yinib, men bugun bir lug'at emas, bir kitap emas, balki shu bir tarixni qo'limga tushirdim deb nayt so'yindi. Muşundaq qilib hamda divanlığı Türk dunyoga kelib taxminan 840 yil o'tgandan keyin, anondan keyin bu divanlığı Türk degan asar dunyo jamoatchiligiga keng doirada rasmiy ma'lum bo'lgan. Endi bu kitap ma'lum bo'lgandan keyin bu Istanbulda, Turkiyada nayt g'ulg'ulab ketdi ekan. Shuning bilan hukumat arboblari aralashib bu odamga shu kitapni nashr qildirish to'g'risida maslahat berdi ekan. Bu Ali Emir Efendi nayt xo'shallik bilan qabul qildi ekan. Keyin hukumat tarafdan sen bu kitapni ayni vaqtida 30 liraga aytgansan, sen 300 lira berayli deganlikka bu odam xafa bo'ldi ekan. Nima ko'ryapsizlar? Agar bu kitapni qimmatini pul bilan o'lchaydigan ish bo'lsa, butun Turkiyaning g'azinasini bersanglar bo'ldi. Buni men shu millatimizga, xalqimizga shunday taqdim qildim. Menga unda 300 lira pulning lozimi yo'q deb og'ilmaydi. Ama şundaq qilib bu kitap buningki rasmiy hamda davlatning Turkiya hukumatining qo'liga o'tib 1917-yildan 19-yilgacha bo'lgan aralıqda Turkiyalik Kilisli Rifat deydigan bir olimninki radlishi bilan 22 qismga ayrilib Tash matbaada rasmiy nashr qilingan. Ondan keyin 1940-yildan 41-yilgacha bo'lgan aralıqda Türkiyelik dağlık alim Besim Atalay bu lügatni Türkçe'ye tercüme qilib 3 tomliq qilib nashr qildirgan. 43-yili onunki lügatninki indikisi to'liq nashr qilingan. Shundan e'tiboran bu dunyo ilm sohasi divanlığı Türkni bilgan va divanlığı Türk haqida tadqiqotni boshlagan. Endi hozirgichilik divanlığı Türkninki nurg'un nusxalari nashr qilindi. Mesela 1960-yildan 63-yilgacha bo'lgan aralıqda aldı bilan O'zbekcha nusxasi. Ondan keyin 81-yildan 84-yilgacha bo'lgan aralıqda Uyg'urcha nusxasi. 82-yildan 85-yilgacha bo'lgan aralıqda Inglizcha nusxasi. 88-yili Germancha nusxasi. Ondan keyin 96-yili Paris nusxasi. 98-yili Qozoqcha nusxasi. 2001-yili Xanzocha nusxasi, 2006-yili Ozarbayjoncha nusxasi nashr qilingan. Endi hukumatimizning g'amxo'rligi bilan Divanlığı Türk 2008-yili to'liqlab chiroyli ilmiy asosda nashr qilindi. Endi bu yil mav nusxasi nashr qilindi. Endi Divanlığı Türk'ninki Uyg'urlar orasidagi tercümesi kelsek bu iş xili baldır başlangan ekan. Bizning hozir erishgan ma'lumotimizdan qaragan vaqtida 35-36-yillarda Qutlug' Hoji Shavqi degan kishi Divanlığı Türk'ni to'liq tercüme qildi ekan. Ondan keyin 45-46-yillar oralig'ida
Cho'chaklik İsmail Damo'lu degan odam bir qismini tarjima qilib ekan. 51 yildan 53 yilgacha bo'lgan oraliqda Muhammad Fayzi degan kishi Divanlıq Türk'ni tarjima qilgan ekan. Andan keyin 65 yilgacha bo'lgan oraliqda bizningki Penla Akademiyasida ishlagan tarixchimiz Uyg'ur Sayrani Efendi qatorliqlar bu kitobni tarjima qilib ekan. Lekin bu tarjimalar har xil sabablar tufaylidan nashr qilinmagan. Endi bu Divanlıq Türk'ninki tadqiq qilinishiga bir asrdan ko'p vaqt o'tdi. Chet ellarda hozirgacha nashr qilingan maqola asar jami 400 dan oshdi. Buning ichida ilmiy maqola 323 parcha, maxsus asar 54 parcha, doktorlik dissertatsiyasi 20 parcha, Divanlıq Türk'ni tushuntirgan, tunishtirgan maqola 12 parcha. Endi bizning mamlakatimizda bu tadqiqot asosan 50-yillarda boshlangan. Hozirgacha bizdimi 300 parchadan ortiq ilmiy maqola, 4 ilmiy maqolalar to'plami nashr qilindi. Undan boshqa mamlakatimizda ko'p qatim xalqaroliq va mamlakat miqyosida shu ilmiy muhokama yig'inlar o'tkazildi. Bo'libmi shu 2008-yili BDT'ning Pan Ma'rif Madaniyat Tashkiloti 34 qatimliq yig'inda 2008-yilni Mahmud Qashqari yili deb bekitgandan keyin bu endi dunyo ilm sohasida cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'adi. Mush yili nurg'un tantanalar bo'ldi, nurg'un ilmiy faoliyatlar bo'ldi. Masalan, shu 2008-yil 2-oy Turkmanistonda ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Undan keyin Turkiyaninki Hojitepa, Istanbul, Riza, Anqara degan shaharlarda keyin-keyindan 4 qatim ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. İstanbul'da açılgan yığınğa Cungo'dunmu vakiller badi şu qatardı məmə bağan. Onun için 11. ayga kelgan vaqtida memleketimizde hem de şu yılımız bilimiz olimpik tenhareket ko'rigi o'tkazilgan. Moşundaq bir ciddi paytdimi devletimiz bu işe sal qaramadı. Nəhayət ahmiyet berib Milletler Üniversiteti bilen Türkiye'ninki til kurumu birlikte Beijing'de nəhayət zor ko'lamda bir ilmiy muhokama yig'ini açtı. Ondan keyin Qozog'istonda açtı, onunla berib qatnaşdık. Ondan keyin O'zbekistonda açtı, onunla bizning mamlakatimizning odam berib qatnaşdı. Demek 2008-yili şu ilmiy muhokama yig'inida ilmiy faoliyatlar nəhayət ko'p bo'ldi. Biz şu asarni nashrga tayyorladik. Bu jarayonda nurg'un yuraklarga sarf bo'ldi. Sabit aka Türklar divanınki ilgirki Uyg'urcha nashrga tayyorlanish ahvoli va Uyg'urcha nashrlar haqida biroz to'xtalib o'tamsiz. 1978-yilga kelgan chaqda Divanlıq Türk shundaqla Qutatqublik qatorliq bu ikki shohona asar mamlakatimizdagi ijtimoiy fan tadqiqot planiga kirgizilgan ekan. Shundan tartib 1978-yilning oxiridan boshlab undan keyin Şinjan Uyghur Abnum rayonida Abnum rayonlik partkom xalq hukumatining hamkorligida mushu ikki kitobni nashr qilish gruppasi qurildi. Divanlıq Türk'ni nashr qilish to'g'risida uningki Uyg'urcha ham Xalsucha nashrni ishlash uchun ikki gruppa qurilgan. Buning birisiga shu vaqtdagi sobiq til yozuv komitetininki muavin mudiri Abdusalom Abbas, undan keyin Xalsucha tarjimasi gruppasiga şu vaqtdagi Millatlar tadqiqot instituti boshlig'i Chimxo yo'ldosh riyosatchilik qildi. Bizning ishlarimiz shu vaqtda mana bu shu yo'ldoshlarning riyosatchiligida davom qilgan. Endi dastlabda boshlangan chaqda biz faksimildan tarjima qildik. Ya'ni bizning faksimil deganimiz shu yuqorida aytib o'tgan Mahmud Qashqarininki hozirgi Istanbulda saqlanayotgan yozma nusxasiniki fotosurat nusxasi ekan. Biz shuningdan kitobni tarjima qildik. Endi bizning kitobimiz ishlangan chaqda uningga muvofiq ilmiy kuchlar jalb qilingan. Shundaqla İbrahim Muti efendi, Emin Tursun efendi, Mirsulton efendilar shu kitobninki har bir tomiga mas'ul muharrir ham muharrir bo'lgan. Undan boshqa kitobga qatnashgan, shu vaqtga xizmat qatnashgan asosli 11 yo'ldoshniki hammasining o'ziga tegishli aniq vazifalar bo'lgan. Asosan kitobni tarjima qilish, tahrirlash,
Onun dair materiallarni tadqiq qilish bundan iborat bo'lgandi. Albatta, u vaqtga nisbatan aytganda 1980-yillarda bizniki mesela ma'lum peshqadam odamlarimiz bo'lgan taqdirda materiallarimiz nahayat kamga. Qo'limizda biz o'ylagan tegishli materiallarning ba'zilarini topa olamiz, ba'zilarini topa olmaymiz. Lekin shunday bo'lsa-mu, ko'pchilikning tirishchanligi bilan jamiyatdagi kuchlarning bizga yaqindan yordam qilishi ham tilakdoshlik bildirishi bilan biz shu asarni nashrga tayyorladik. Bu demak bizning ishimizningki birinchi bosqichi. Endi ikkinchi bosqichi deganda uni nashr qilish, ya'ni besib chiqish. Shu vaqtdagi ahvoldan qaraganda 80-yillarning beshida bizningki Shinxua bosma zavodida shu Divani lug'ati turkni bosqidak arabcha harf kassalari yo'qga, harf sistemasi yo'qga. Shuning uchun hukumat bunga alohida kuch chiqarib bir qancha odamni avatib Beijingga. Shu yerda bu chet el tillari nashriyotininki bosma zavodidan arabcha harflarni akagan. Bu harflarni akagandan keyin bunga yana nurg'un bu yerda ish qo'shib bu harflardan foydalanib, undan keyin biz shuni qo'lda tizib chiqdik. Qo'lda tizganda buning ishi nihoyat murakkab bo'ldi ekan. Nima desam, birinchi bu harflar o'zi arab harflarininki. Ularning diakritik belgisi yo'q. Chunki hozirgi zamon arab tilida u Qur'onniki o'sha diakritik belgi qo'ymaydi ekan ular. Lekin uni o'zini qoidaga bo'yicha o'qiydi ekan. Shuning uchun bizga uningga diakritik belgilar, ya'ni qizir, zavar, pash deymiz-ku, mushlarni yasashga to'g'ri keldi. Buni qanday qilamiz deganda, bizningki ishchilarimiz buni qo'l bilan yunib, pichoq bilan qirib, shuni hamza, sokin, zir, zavarlarni keltirib, har bir harfning ustiga uni qo'ndirib qo'ydi. Shuning bilan biz ko'rgan birinchi nashrimizdagi harflarning shakllari ashta chiqdi. Bu albatta nihoyat murakkab ham nihoyat jafoliq ashraq bir ahvolga. 78-yil 2-yillik nashriyati buni ham shu nashr tayyorlashni boshlagan tatib 1984-yilga cho'g'an oraliqmi oz vaqt emas. Bu jarayonda nurg'un yuraklarning sarf bo'ldi. Navbat sizlarningki, sizlardagi pishqadamlarningki shunday ijtihod amg bo'lmagan bo'lsa, buningki 2008-yildagidek suhbat nusxasi va 2012-yildagidek bundaq bir xil klassik san'atlik nusxasiningki maydonga kelishini tasavvur qilganimiz to'lama ters. Suhbat bir moddiy yaldamandi bu. Bir qoida prinsiplar tuzib chiqildi. Muhammad Turdika Turk tillar rivonininki bu qatim Şinjan xalq nashriyat tarafidan mukammal va yangi nashr qilinganligi munosabati bilan nashriyatlarga men rahmat aytaman. Ko'rib turibdik, bu kitobning 2012-yildagi bu nusxasi nihoyat sifatli, chiroyli chiqibdi. Mudag'li bir qarasa bu bir san'at asari. San'at asarlar emas, bir moddiy yaldamandi bu. Bundaq bir kitobningki shunday sifatli bosim texnikasidan maydonga kelishining o'zida albatta nashriyatlardagi xizmatchi xodimlarningki va nashriyat boshliqlarininki aktiv qo'llashi va ishtirok qilishidan bo'ladigan ish hamda. Unda qo'yganda mushu Turk tillar devonininki yangi nusxasiningki nashrga tayyorlanishiga qarata sizlar ilgirki o'xshamaydigan qanday konkretni xizmatlarni ishladinglar? Turk tillar devonininki tunji nashri o'z davrida peshqadam olimlarimizningki zo'r tirishchanligi bilan o'z davriga nisbatan nihoyat yaxshi tujublar ham sifatli nashr qilingan. Bu nashr qilingan nusxa nashr qilinib 25 yil, 30 yildek xalq ichida bizning fan tadqiqot, madaniyat sohamizda nihoyat zo'r rol o'ynadi. Endi 2000-yillarga kelgan vaqtida yangi davriningki tadqiqot, madaniyat ehtiyoji divonni yangidan nashr qilish zarurligini belgiladi. Shu munosabat bilan bizning nashriyatimizningki rahbarlari divonni ilgari nashrga tayyorlagan ustozlar va munosabatli mutaxassislarni bir shaxsan o'zi izlab berib, shularning o'yladoshlar bilan suhbatlashib, divonni qaytadan yangi nashr qilishni haqida ularning maslahatlarini oldi. Yana kasbiy xodimlarni, kasb egalarini bir qancha qatim nashriyatimizga chaqirib, fikr elish yig'inlari ochildi. Shu jarayonda tushgan fikrlar, maslahatlarni yig'ib,
uni bir-birlab astoydil tahlil qilish orqali ratlab chiqib, oldi bilan o'sha divanninki bu qitimqi nashrini qanday tayyorlash, qanday nashr qilish haqida bir qoida prinsiplar tuzib chiqildi. Undan keyin divanni ilgirki nashrga tayyorlagan peshqadam olimlarimizni asos qilib, yosh kuchlarni yana qo'shib, yana bir guruh tashkillandi. Bu guruhimiz 4 yildak vaqt sarf qilib, shu divanninki ilgirki nashrini faksimil bilan so'zma-so'z selishtirib chiqdi. Selishtirish ilgirki nashrida sharoit yor bermaganligi tufayli ketib qolgan ba'zi savollarni tuzitish ishlarini olib qoldi bilan. Bunda deyishimizda ilgirki divanninki birinchi nashrini tayyorlagan vaqtida buniki rangli faksimil nusxasi nashr qilinmagan ekan. Nashriyat rahbarligimiz bizniki ishlarimizni yaxshi qo'lladi. Masalan, bunga ishlatilgan qog'oz, muqovaning qanday loyihalanishi, qanday qog'oz ishlatamiz, bezaklarni qanday, ichki bezaklarni qanday olamiz degan mush masalalarni qayta dalillab, qayta tekshirib, ko'zni kechirib, bo'lanmaganlarni qaytarib, maslahatlashish orqali qayta ishlab, andan shu yangi nashrniki nusxasini barliqqa keltirildi. Demek mundaq bir şahane eserini qançılab nashr qilsak, qanchalik ajr mehnat bilan ro'yobga chiqarsak, ishlasak albatta arziydi. Ham bu kitob haqidagi tadqiqotlar yetarli emas. Davomli bu kitoblar o'zininki shu qimmati bilan yanala Uyg'ur va chet el olimlarininki tadqiq qilishni kutib turmoqda. Turkologiya tilning asos solg'uchi va dunyo selishtirma tilshunoslikning asosida ta'riflab kelyapti. Tarixiy selishtirma tilshunosligininki asosini yaratgan Arslan Malim 11. asrda yaşayan meşhur alimimiz Mahmud Kashgari o'zining shohona asari bo'lgan Turklar divoni nomli asari bilan Turkologiya fenining asos solg'uchi va dunyo selishtirma tilshunoslikning asosida ta'riflab kelyapti. Dunyodagi 37 dan ortiq turkiy millat o'zininki til tarixini, madaniyat tarixini, urf-odatini tadqiq qilmoqchi bo'lsa, albatta kerak mush kitobga murojaat qilmay o'tolmaydi. Bu mushvarliq turkiy millatlarningki til tarixining, madaniyatining ixcham antologiyasi. Endi mush nuqtadan qaragan vaqtingizda Turklar divonining dunyodagi til ta'sir tadqiqoti va selishtirma tilshunoslikdagi o'rni haqida biz nimalarni deya olishimiz mumkin? Shunda ikki narsani muayyanlashtirishga bo'ldi. Birinchidan divonligi Turk va Mahmud Kashgari dunyo selishtirma, tarixiy selishtirma tilshunosligininki asosini yaratgan, mushu fanni barpo qilgan bir olim. Nima ish bunda deymiz degan vaqtda hammamiz bilamiz, bir tilninki asos so'zliklar ichida shu so'zlarninki tovushidagi mosliq munosabat. Mosliq munosabat. Masalan, yaxshi deymizmi, yaxshi deymizmi? Shundaqmi? Ye bilan boshlanamdi, J bilan boshlanamdi degan narsa shu tovushlarniki mosliq munosabati deganimiz shu. Shu so'zlardagi tovushlarniki mosliq munosabati tillarninki tuqqanchilik munosabatini aniqlashninki zarur shartlarninki birisi. Agar tillarninki asosiy so'zligida tovushlarninki shundoq mosliq munosabati bo'lsa, shuning asosan biz bu tillarni tarixdan buyon tuqqanchilik munosabati batilla deb qaraymiz. Endi shu tovushlardagi mosliq munosabatni Yevropa olimlaridan masalan Schlegel degan odam 19-asrda 19-asrda yana 1808-yili mush hadisini tunib yetgan va mushuni tadqiq qilganligi uchun dunyo hozir tarixiy selishtirma tilshunoslik 19-asrda Yevropada shakllangan deb qaraydi. Amaliyotda bo'lsa Mahmud Kashgari Schlegeldan 739 yil burun tovushlarninki mosliq munosabatini bayqagan va mushuni tadqiq qilgan. Masalan, Mahmud Kashgari divonligi turk mundaq deydi: O'g'izlar, qipchoqlar, suvarlar so'zning beshidagi me tovushini b tovushiga almashtirdi deydi. Masalan, biz man desak ular ban deydi. Muzni buz deydi. Mingni bing deydi. Yana T tovushini D ga almashtirdi deydi. Masalan, biz til desak ular dil deydi, tuman desak duman deydi, tush desak dush deydi. Tog' desak dog' deydi, tog' deydi. Mana mushu tovushlarniki mosliq munosabati. Demak, Mahmud Kashgari 1000 yil burun mush narsani bayqagan. Bu Yevropaliklar bu asarni ko'nmay turiblar,
tarihi seliştirmesi 19. asırda şekillengen. Dep bunu keyingi sürüvetti. Zor indi. 8-9 yıl Şu sürüvetti. vaqtda buni ko'rmagan bo'lsa. Kömügen. Endi bular biz manasını oturgu çıkargandan kim bular yani mandaq bir dalını oturup koydu. Bu Avrupa alimlerinden Robinson deydigan bir adam bakın. Bu ki tadqiqatıda bu mandaq bir narsa depti. Şu İtalya'dan ait danlıq bir şair var Dante degan kishi. 1265 yıldan 1321 yıl. Bu Dante degan adamı tavuşlarniki maslık münasebetini bayqıgan ve tadqiq qilgan mushu arqılık German tilinin, Latin tilinin ve Grek tilininki tuqqanchilik münasebeti bağlığını oturup koygan deydi. Eğer Dante rast mushuni tadqiq qilgan bo'lsa, Avrupa alimleri nimişki bunu bilmeydi. Şundaqmı? Bunu biliş gerekti. Meyli hem de Avrupa'nın keyingi alimleri bunu habersiz kaldı. Dante rastla 13. asırda tavuşlarning maslık münasebetini tadqiq qilgan, deb qaragan taqdirda mı? Bu yani Mahmud Qashqariydan 200 yıl keyin. Demek şek şüphesiz ki Mahmud Qashqari dünya seliştirme tilşünaslıqınınki atısı ve icatçısı. İkinci bir narsa. Bu tavuşlarninki maslık münasebeti hakkında hazır yeni ko'zqarashlar o'ttirib qo'yilyapti. Nima ko'zqarash degan vaqtida tavuşlarninki maslık münasebeti tillarning tuqqanchilik münasebetini aniqlashninki zarur sharti, lekin yetarlik sharti yoki birdan bir shart emas. Davut'u. Bu nima degan gap desa, tavuşlarda so'zlarninki tavuşlarda maslık münasebet bo'lsa, bu %100 tuqqan bo'lavermaydi. Hatta tilla özara uçuruşup bir-birisiga ta'sir qilgandan keyinmi tavuşlarda mushundoq maslık münasebet paydo bo'ldi deb qarayotdi. Endi mushu ko'z qarashnimi Mahmud Qashqari o'zining divanida o'tirdi. Aniq o'tirib qo'yib bo'lgan. Demak, bu hozir tilshunoslikda nihoyat bilinayotgan qiziq bir nuqtaga aylangan til ta'siri tadqiqoti degan bir fan bor tilshunoslikda. Mushuning asosini Mahmud Qashqari yaratib bo'lgan. Şunun için biz nihayet işkilenmey, paket asasımız bilen Mahmud Qashqari dünya tarihi seliştirme tilşünaslıktan ve til ta'siri tadqiqatının asasını yaratkan. Şunundak Türkiye tilla tadqiqatı yoki Türkologiya penini vücudga keltirgan alim deb qaraymiz. Mahmud Qashqarining Divani Lug'ati Türk nomli asri haqida ishlangan mazmun kelarki programmamizda davomli huzuringlarda bo'ladi. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Boşmansa. Ta'sirli bilvoq muzika, mungsiz, to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqaraylik. Jumhur ko'chma aloqasi uchur mutaxassisi. Arman bilan ishlaymiz arman. Mosulning mashribida jur bo'ldi bizlarga arman. Yanoq to'qib tanning quvvati, arman bilan oshdi qimmati, arman bilan oshdi qimmati. Arman qadrdan cho'ngla quvvat talqini. Assalomu alaykum bova. Va alaykum assalom bolam. Kela. Seni to'yinga atab bu ichimlikni keldim. Tez baqa. Vah, ajab pezga. Bu kim kelganning digine? Bak yaxshi o'tdi. Rahmat bova. Erib charchaganda delta meyve şerbetlerini içip huzurunlay desiniz. Baysun boğuzu gazlık içimligini içip. Saudi Arabistan'dan kelgen Şinjan Salih Halkara Soda Çeklik Şirketi baş vakaletçiligideki delta Baysun boğuzu içimlikleri. Sap için, tat için, tallap için.